Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Bilasizlar, dunyoda 4 ta muqaddas shaharlar bor. Bu shaharlarning birinchisi Makka shahri hisoblanadi. Ikkinchisi Madina shahri. Uchinchisi Quddus shahri hisoblanadi. To'rtinchisi Konstantinopol, ya'ni bugungi kundagi Istanbul shahri hisoblanadi. Bu yil yoz ta'tilida inshaalloh Istanbulga bir haftalik sayohat tashkil qildik. Sayohat biletlarimiz tayyor. Onajonim bilan birgalikda inshaalloh 22-iyun sanasidan 29-iyun sanasigacha bo'lgan muddatda Istanbul shahridagi eng diqqatga sazovor joylarni sizlarning e'tiboringlarga to'g'ridan to'g'ri videolar, rasmlar ko'rinishida jonli efir shaklida Telegram kanalimizda, Instagram, YouTube ijtimoiy tarmoqlarimizda sizlar bilan bo'lishib boramiz. Sizlarni qiziqtirgan qanaqa savollar bo'lsa, bemalol yozib qoldirishinglar mumkin. Bu savollarga to'g'ridan to'g'ri Istanbulning o'zidan javob topishga harakat qilamiz. Sayohat uchun bir haftalik sayohat rejasi tuzib oldik. Bu rejada birinchi kun qayerga boramiz, ikkinchi kun qayerga borishimiz kerak, soat nechida qayerda bo'lishimiz kerak, hammasi ko'rsatilgan bir sayohat rejasi bo'ldi. Ya'ni sayohat rejasi tuzishda nimalarga ahamiyat qaratdik? Bir-biriga yaqin bo'lgan hududlarni bir kunga joylashtirdik. Birinchi kun bir-biriga yaqin bo'lgan hududlar, ikkinchi kun boshqa bir-biriga yaqin bo'lgan hududlar, uchinchi kun, to'rtinchi kun hammasiga ahamiyat qaratdik. Ertalab uyg'onishimizdan boshlab o'sha tushlik vaqtigacha, tushlikni qayerda qilishimizgacha, undan keyin kechki payt yana qayerga borishimiz hammasi bu planga kiritildi. Bu planni biz Telegram kanalimizda sizlar bilan PDF shaklida yoki bir slayd shaklida sizlar bilan bo'lishamiz. Istanbulga borishni niyat qilgan barcha obunachilarimiz bizni sayohat planimizdan agar lozim topishsa foydalanishlari mumkin. Bundan faqatgina xursand bo'lamiz. Hozircha yangiliklarimiz shulardan iborat. Inshaalloh sayohat mobaynida sizlar bilan ko'p videolar, rasmlar shaklida va Istanbulning eng tarixiy manzillari, ularning tarixiy va bugungi kundagi ahamiyati haqida ko'plab ma'lumot beruvchi videolar yuborishga harakat qilamiz. Sog' salomat bo'linglar. Yangi ochgan Instagram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Instagram hisobimizning linklarini qoldiramiz. Sog' salomat bo'linglar. Ko'rishguncha.